Rossiya bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatni davomlashtiradiganligini jakarlagan Xitoy Rossiya bilan yangi hamkorlik kelishimi imzoladi. Kelishimga asosan Rossiyadan Mongoliya orqali Xitoyga turbo yo'li qurib, yiliga 50 milliard kub metr tabiiy gaz toshish fursati bilan ta'minlaydi. Mongoliya orqali Sibiriyani Xitoyga tutashtiradigan bu liniyaning yetkazish miqdori Rossiyani Germaniya bilan tutashtiradigan va embargolar sababli to'xtab qolgan Shimoliy iqin 2 turbo liniyasi bilan asosan o'xshash ekan. Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı dövlətlərinin diplomatiya ministrləri Brüsseldəki NATO'nun baş ştabında ötküzülgən fəvqəladə yığında Rusiyanın Ukraynaga qılğan hücumunu müzakirə qildi. NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı bir müdafiə ittifaqı, biz Rusiya bilan urush qilishni xohlamaymiz dedi və Şərqi Avropada iqtidarını aşırdığanlığını ta'kidladi. Rossiya Ukraynaga tajovuz qilishga boshlagandan keyin Rossiya şirkatlari xalqaro jamiyatning jazosiga taqobil turish uchun Xitoy bankasidan yangi hisobot ochishga boshlagan. Fransiya xalqaro radioning 3-martdagi xabarida bildirishicha, Xitoy bankasining Moskva tarmog'ida ishlaydigan mazkur ahvoldan to'liq xabardor bir kishi bu vaqtdagi uchurlarni oshkorlab, o'tgan bir necha kunda 200-300 dak Rossiya shirkati bizni izlab, yangi hisobot ochmoqchi bo'ldi degan. Amerika Deniz Armiyasi yanvarda Janubiy dengizda tushib ketgan F-35 kurashchi aeroplanining qoldiqlarini bayqadi. Amerikaning Tinch okean rayoniga mas'ul 7-flotining bayonotida aeroplanning paraxod kranidan foydalanib 3780 metr cho'nqurlikdan qezib chiqarilganligi bayon qilingan. Bayonotda aeroplan qoldiqlarining yaqin atrofdagi bazaga elib berilib, voqeaning nima sababdan kelib chiqqanligi tekshirilib, keyin Amerikaga avatilishi mumkinligi o'tirib qo'yilgan. Fransiya prezidenti Macron Fransiya xalqiga yozgan ochiq xatida o'zining bu yil 4-oyda o'tkaziladigan prezident saylamiga qatnashib, vazifasini 2-navbat o'tashni qo'lga keltirganligini jakarlagan. Pakistanning g'arbiy shimolidagi Peshawar shahrida juma namozidan keyin masjidning chiqish eg'izida yuz bergan bomba hujumida 56 odam qazo qildi, 194 odam yaralandi. Afg'onistonning Paktiya o'lkasidagi bir masjidga bomba hujumi ilib berildi. Hujumda 2 odam hayotidan ayrildi, 18 odam yaralandi. Yaqinqi yillardan beri Xitoy Sharqi Turkistonning tabiiy boyliqini bulang-talang qilishni kuchaytgan. Tangirtaq to'g'rining xabarida bildirishicha, Xitoy neft ximiya sanoati G'arbiy Shimol neftlik shirkatining oshkorlashicha, Xitoy Shunbi neftligi deb atab olgan 4-nomerlik uzilma balbig'idan yana 1000 tonnalik bir quduq qazgan. Shuning bilan bu yil kirgandan buyon Xitoy G'arbiy Shimol neftlik shirkati orqa-orqadan 1000 tonnalik 3 quduq qazgan.